Ko'pchilik Umar ibn al-Xattob ismini eshitganda ko'z oldiga mana bu inson gavdalantirgan obraz keladi. Bu inson o'zi kim? Nega uni boshqa filmlarda ko'rmagansiz yoki tanimagansiz? Keling, bugun siz bilan dinimizga chuqur yondashmagan holatda Umar seriali hamda biz bilgan Umar yoki Samir haqida chuqurroq gaplashamiz. 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi. Samir Ismail islom olami va butun dunyoning Umar serialidagi unutilmas qahramoni. U san'atdagi faoliyatini Qohiraning maktab teatrida boshlagan. O'sha vaqtdan boshlab Samir Qohira teatrining eng intizomli va tartibli aktyori hisoblangan. Bu davrda Samirning o'zi uchun eng katta orzusi tarixiy rollarda qatnashish edi. Teatrda ishlash unga o'ziga xos ta'lim berdi va katta loyihalarda ishtirok etish uchun zamin yaratdi. Aktyor 2012-yilda suratga olingan Umar tarixiy serialida ikkinchi xalifa Umar ibn al-Xattob rolini ijro etib, keng ommaga tanildi. Bu serialda islom tarixidagi muhim voqealar va Umar ibn al-Xattobning hayoti tasvirlangan. Keyingi qismlar uchun menga obuna bo'lishni unutmang.